Jahon chempionati 2026 mezbon davlatlar triosidagi stadionlar uchun vizual qo'llanma. AQSh, Meksika va Kanadadagi 16 ta mezbon stadion haqida bilishingiz kerak bo'lgan barcha narsa 2026 yilgi Jahon chempionati tarixidagi eng yirik turnirdir. Hammasi bo'lib 16 ta maydon bu yozgi yirik o'yinlarga mezbonlik qiladi va ularning har birida Oz shahridagi sportning o'tmishi, buguni va kelajagi haqida hikoya qiluvchi hikoya bor. Stadion nomlari notanish ko'rinishi mumkin, chunki biz boshqaruv kengashining toza joy qoidalariga zid homiy nomlar o'rniga FIFA tomonidan tasdiqlangan nomlardan foydalanmoqdamiz. Avstraliya, Turkiya 13 iyun, Kanada, Qatar 18 iyun. Yangi Zelandiya. Harri Keyn tan olganidek Angliya AQShga qo'ndi. Biz jahon chempionatida g'alaba qozonishimiz kutilmoqda. Telegraph. Harri Keyn tan olganidek Angliya AQShga qo'ndi. Biz jahon kubogini yutishimiz kutilmoqda. Telegraph. Jahon chempionati 2026 2300 dan ortiq Angliya va Shotlandiya futbol ishqibozlariga AQSh, Kanada va Meksikaga sayohat qilish taqiqlangan.